Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat imtihonlarida ko'p bora takrorlanayotgan navbatdagi mavzu qo'sh urug'lanish haqida gaplashamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz boshlaylik. Qo'sh urug'lanish jarayoni haqida gaplashishdan oldin keyin uning asosiy qahramonlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu filmning asosiy qahramonlari bu Gulning jangchi hamda urug'chisi hisoblanadi. Bu jangchi hamda urug'chi Guldagi qo'sh urug'lanish sodir bo'ladigan, ya'ni jangchida erkaklik jinsiy hujayralar, urug'chida esa urg'ochilik jinsiy hujayralar hosil bo'ladi. Jangchi qanday qismlardan iborat? Jangchi ikki qismdan iborat o'z-o'zidan. Demak, birinchisi changdon va changchi ipidan tashkil topgan. Changdonda chang hujayralari yetiladi va ular shamol, hasharotlar yoki sun'iy, ya'ni inson omili ta'sirida urug'chining tumshuqchasiga kelib tushadi. Ya'ni bu yerda yetilgan chang bevosita turli xil omillar ta'sirida urug'chi tumshuqchasiga kelib tushadi. Demak, o'z-o'zidan urug'chida, demak, tumshuqcha, ustuncha va tuguncha qismlari mavjud. Tugunchada tuxum hujayra hosil bo'ladi va markaziy hujayra hosil bo'ladi. Bu haqida batafsil gaplashamiz hali. Va ustuncha bevosita, demak, chang hujayralarini tugunchaga olib kiradigan asosiy ko'prik vazifasini bajaradi. Demak, bu qo'sh urug'lanish jarayonida ishtirok etadigan asosiy gulning qismlari, ya'ni organlari hisoblanadi. Endi urug'lanish jarayonida ishtirok etadigan jinsiy hujayralarning hosil bo'lishiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu jarayonda changdonda kechadigan jarayon haqida dastlab gaplashamiz. Demak, changdondagi boshlang'ich jinsiy hujayra bu mikrosporatsit deyiladi. Boshqacha masalalarda birlamchi hujayra ham deyiladi va buni to'plami doim 2n to'plamga ega bo'ladi. 2n, ya'ni diploid bo'ladi. Mikrosporatsit hujayrasi dastlab meyoz usulida bo'linadi. Ma'lumot uchun aytib ketamiz. O'simliklarda dastlab meyoz, hayvonlarda mana shu boshlang'ich jinsiy hujayra dastlab mitoz bo'linadi. Meyoz bo'linishidan keyin 4 ta gaploid to'plamga ega bo'lgan mikrospora hosil bo'ladi. Va bu mikrosporalar hali to'la yetilmagan chang hujayrasi hisoblanadi. Lekin masalada chang hujayrasi sifatida olinadi bu ham. Mana shu mikrosporalarning har biri mitoz bo'linishidan so'ng dastlab ikkita, ya'ni vegetativ va mayda, ya'ni yirik vegetativ, mayda generativ hujayrani hosil qiladi. Keyinchalik yana bir mitozdan so'ng generativ hujayra bo'linib ikkita spermini hosil qiladi. Ya'ni chang hujayrasi yetildi, ya'ni u changlanish, ya'ni urug'lanish jarayoniga tayyor. Keyingi bosqichda esa, keyingi xuddi shu o'simligi, masalan, ikki jinsli gul bo'lsa agar, demak, tugunchasida boshlang'ich jinsiy hujayra bor. Bu hujayrani megasporatsit deb ataladi, ya'ni diploid to'plamdagi megasporatsit. U ham dastlab meyoz usulida bo'linib 4 ta hujayrani hosil qiladi. Faqat megasporatsitning bo'linishidan hosil bo'lgan 3 ta hujayra mana bu yirik hujayrani rivojlanishi uchun oziqa sifatida unga so'rilib ketadi. Hosil bo'lgan bitta yirik hujayra 3 marta mitoz bo'linib jami 8 ta hujayrani hosil qiladi. Mana shu 8 ta hujayra murtak xaltasi deyiladi. Murtak xaltasi eslab qolamiz. Murtak xaltasida markazda ikkita hujayra o'zaro qo'shiladi. Mana markazda ikkita hujayra o'zaro qo'shilib 2n to'plamdagi markaziy hujayrani hosil qiladi. Mikropiliya tomonidagi bitta yirik hujayra esa yetilib tuxum hujayrani hosil qiladi. Demak, jinsiy hujayralarning hosil bo'lish jarayoni, chang hujayrasi ham hosil bo'ldi, mana tayyor. Mana tuxum hujayra ham, markaziy hujayra ham tayyor. Demak, keyingi bosqich bu qo'sh urug'lanish jarayoni hisoblanadi. Qo'sh urug'lanish hodisasi. Bu hodisa Navashin tomonidan o'rganilgan bo'lib, fanga kiritilgan.
Qo'sh urug'lanish hodisasida qanday jarayonlar amalga oshadi? Dastlab yetilgan chang hujayrasi bor edi bizda. Yetilgan chang hujayrasi. Yetilgan chang hujayrasi urug' mushtasiga tushdi, ya'ni gul changlandi. Ana endi shu jarayondan keyin yetilgan chang hujayrasidagi yirik vegetativ hujayra o'sib naychani hosil qiladi, ya'ni chang nayini hosil qiladi. E'tibor beramiz. Chang naychasini hosil qiladi. Generativ hujayra esa ikkita spermiy hosil qiladi. Ikkita spermiy. Mana shu ikkita spermiy chang naychasida harakatlanib urug' kurtakgacha yetib boradi. Xuddi shu vaqtda urug', ya'ni murtak xaltasidagi markaziy hujayra bor edi. Murtak xaltasida tuxum hujayra bor edi. Ya'ni yetilgan markaziy va tuxum hujayra. Spermiylarning biri borib markaziy hujayra bilan, ikkinchi spermiy borib esa tuxum hujayra bilan qo'shiladi. Mana shu jarayon qo'sh urug'lanish jarayoni deyiladi. Endi yana bir e'tibor qiladigan joylarimiz bor. Markaziy hujayraning to'plami 2n bizda. Tuxum hujayraning to'plami esa n to'plamga ega. Qo'sh urug'lanish jarayonidan qisqacha xulosa yasaymiz. Demak, birinchi xulosamiz. Spermiylar biri tuxum hujayra bilan qo'shilib zigotani, ikkinchisi spermiy esa markaziy hujayra bilan qo'shilib endospermni hosil qildi. Mana shu murtak va endosperm o'zaro birgalikda bitta urug' hosil qiladi. Bitta urug' hosil qiladi. Ya'ni murtak va endosperm o'zaro qo'shilib urug'ni hosil qiladi. Demak, o'z-o'zidan bitta urug' hosil bo'lish uchun nimalar kerak bo'ldi? Bitta urug' hosil bo'lish uchun bizga demak, bitta urug' uchun bitta chang donasi, bitta urug' uchun bitta vegetativ hujayra, bitta generativ hujayra, ikkita spermiy kerak bo'ldi. Bitta urug' tarkibida bitta markaziy hujayra, bitta tuxum hujayra va bitta endosperm o'z-o'zidan va bitta murtak mavjud bo'ladi.